o'z emotsiyalarimizning ko'ziga tik qarash vaqti keldi. Xohlasak, xohlamasak negativ emotsiya bizning psixosomatikamizga olib keladi. Qayerdadir ortiqcha vaznim paydo bo'lsa, tamom. Men shu vaznni yo'qotmagunimgacha tinchimayman, lekin ishlayman. Xafa bo'lgan insondan nafratlanasiz-ku, to'g'rimi? Qani unga boplab adabini bersam deb shu cho'g' bo'lsa-ku, shunga otsiz, lekin unutmang, mana shu cho'g' avvalambor sizni qo'lingizni, sizni taningizni kuydiradi. Bir kun kelib aytasizki, yaxshi ham o'shanda shunday vaziyatlar bo'lgan ekan, men bugun o'sdim. Bomba efirni xudo xohlasa tayyorlaganmiz va berishga tayyormiz. Assalomu alaykum azizlar, betakror, go'zal, qalbi keng, o'zi mo'jiza bo'lgan ayollarimiz, qizlarimiz, barchangizni xush ko'rdik. Bugungi mavzuyimiz negativ tuyg'ular, xafagarchilik va stress. Ya'ni bizni o'ldiruvchi negativ tuyg'ular, xafagarchilik va stress. Eslatib o'taman, men Amira Rashidova, Qizil pomada onlayn kurslar platformasi muallifi, rahbariman va mana shu ikkita ajoyib ekspert bilan birgalikda bugun sizga bomba efirni xudo xohlasa tayyorlaganmiz va berishga tayyormiz. Nasib bo'lsa xudo xohlasa. Assalomu alaykum. Juda ham manfaatli efir bo'lishiga umid qilaman, chunki aynan bizlarning hayotimizdagi salbiy hissiyotlar, ularni bizlarning hayotimizga ta'siri haqida bugun ko'p gapiramiz. Meni ismim Parizoda Ahmedova, amaliyotchi psixolog, oilaviy psixolog, seksologman. Assalomu alaykum. Aziza Ismoilova, xalqaro toifadagi health coachman, insonni sog'lom turmush tarzi modifikatsiyasi bo'yicha xalqaro mutaxassis hisoblanaman. O'zbek xalqi duo qilganda nima deb duo qiladi? Hamma qiladigan duo uzoq umr ko'rsin va sog' bo'lsin deydigan duoni eshitamiz, to'g'rimi? Shu duo ijobat bo'lishini xohlovchilar mana bugungi mavzuni o'zlashtirmasdan iloji yo'q. Chunki sog'lom bo'lish, uzoq umr ko'rish stress bo'lar ekan hayotimizda. Mana shu negativ fikrlar bo'lar ekan, afsuski ilojisi yo'q. Shuning uchun barcha ishlarni chetga surib, agar haqiqatan eshitib bugungi mavzuni hayotingizda shunchaki taftish qilib ko'rar ekansiz, hayotingiz oldindagi bo'lmaydi, inshaalloh. Xayrli bo'lsin. Bugungi mavzu nihoyatda muhim mavzu, juda ham muhim va aktual mavzu. Lekin bugungi mavzu nihoyatda muhim, chunki biz ko'p paytda mana shu negativ tuyg'ularda yashaymiz va bu o'tmishdagi armonlar, bugungi kunimizdan mana shu qoniqmaslik, xafagarchiliklar, ya'ni o'tmishdagi o'sha bo'lib o'tgan voqealar, otamiz, onamiz, turmush o'rtog'imiz va hokazolardan xafamiz qayerdadir, ichimizda shuni olib yuramiz, uni o'stiramiz, daraxt qilamiz, uni har kuni suv parvarishlab turamiz, shu xafagarchiligimizni. Va tabiiyki stress, ya'ni o'sha baqiroq onalar, tabiiy stress bu, ya'ni buni o'zi ayol o'zini emotsiyasini boshqarishni bilmas ekan, o'zini emotsiyasini kontrol, nazoratini bilmaydimi? Bu stress. Ya'ni bu yerda istasa istamasa g'azabga kirib ketadi, istasa istamasa baqirib ketadi, agressiyaga berilib ketadi. Mana shu barchasi aslida bizni aynan ichimizdan o'ldirayotgan va qayerdadir kasallikka olib kelishi mumkin bo'lgan mavzu va nima uchun bu bilan ishlash kerakligi, nima uchun stressdan qutulish kerak, nima uchun xafagarchilikdan qutulish kerakligini biz sizga bugun tushuntirishga harakat qilamiz. Gapingga qo'shilaman. Bu mavzuni o'zi qo'rqinchli bo'lsa ham, lekin buni ildizida aslida ijobiy tomonini ham aytib o'tish kerak. Odam o'zi haqida, mana ichidagi hissiyotlari haqida shunchaki to'g'ri tushunchaga ega bo'lsa, shunchaki nima uchun ekanligini bilsa va aslida u aybdor emas ekanligini bilsa, yashash oson bo'ladi. Chunki hattoki mana o'sha stressdagi onalarni eng birinchi xatosi aslida nimada? Stress, jahl payti bolasini urishadi, keyin aybdorlik hissiyoti bundan yana battar stressga tushadi. Bular shu darajada bir-biriga bog'liqki, mana bu tuyg'ular hammasi yondiruvchi tuyg'ulardir. Ular kuydirib odamni ichidan olovga o'xshaydi. Umuman olganda hamma salbiy emotsiyalar hammasi qizil rangda ifodalanadi. Qizil rang bu olov, lekin olovni yaxshi tomoni ham bor, ya'ni seksuallik ham qizil rangda. Lekin agar biz o'sha emotsiyalarimizni me'yorini bilmasak, uni to'g'ri yo'naltirishni bila olmasak agar, albatta ular bizlarga yomon juda ham ta'sir qiladi. Hurmatli qizlar, sizga savolimiz bor. Bugungi mavzuyimiz negativ tuyg'ular bo'lgani uchun o'zingizdan so'rang. Siz bugun kimdan xafasiz? Shunchaki ichingizda tahlil qilib ko'ring. Bugungi kunda qaysi negativ tuyg'ungiz sizga ko'proq xalaqit qilyapti yashashingizga va qayerda kimdan xafasiz? Tasavvur qiling, xafagarchiligingizdan bittada voz kechishingiz mumkin.
shunchaki tasavvur qiling. Bittada uyg'ondingiz va xafagarchilik yo'q, yengilsiz. Shunday paytda yana bu sizga savol, tuyg'ularingizning formasi va rangi qanaqa bo'lishi mumkin? Buni senga beramiz, sen shu ozgina yerni qo'shimcha tushuntirib ber. qilaman. Har doim bizlarning xafagarchiliklarimiz, bizlarning emotsiyalarimiz tanada отраженияsi bo'ladi, ya'ni tanada aks etiladi va tasavvur qiling, mana siz xafagarchiligingizni tasavvur qilyapsiz, u qayeringizda o'tiribdi, mana tanangizni qayerida u? Qanaqa rangda? Tasavvur qiling, agar bundoq ko'zingizni yumganingizda qanaqa rangda? Qanday tasavvur qilyapsiz? Tasavvur shunchaki ko'z oldingizga keltiring, u sizni ro'parangizda o'tiribdi. Uni shaklini, rangini shunchaki tasavvuringizda ko'ring. O'z emotsiyalarimizning ko'ziga tik qarash vaqti keldi va bu balki bugundir. Bilasizmi, umid qilamanki, siz ancha o'zingizni emotsiyalaringizni to'g'ri tahlil qila oladigan, to'g'ri tushunadigan, qolaversa o'zingiz uchun negativ bo'lgan tuyg'ular sizni nimaga olib kelishi mumkin bo'lgan haqiqatlarni ko'rib chiqasiz. Shu o'rinda Parizod savol, emotsiya o'zi nima? Odamni ta'sirlanishi, odamni juda ham qattiq потрясение deymiz-ku, ta'sirlanish bo'lsa kerak-da. Mana shu narsa bu emotsiya, tuyg'ulari, hissiyotlari. Hissiyotlari, tuyg'ulari, hissiyot tuyg'u bu уже keyingi etapga ketadi-da. Ya'ni mana shu birinchi ta'sirlanishidan kelib chiqqan holat уже-da u. Вот emotsional holat deymiz-ku. Atak emotsiyani o'zi, emotsiya o'zi juda ham korotkий bo'ladi. Ya'ni u juda kalta bo'ladi, tez. Shuning uchun ham unda xuddi olovga o'xshatishadi-da. U tez kelib chiqadi va juda tez so'nadi. Agar biz emotsiyalarimizni to'g'ri yashab o'tmasak, u emotsiyalar nimaga? His-tuyg'ularga aylanadi, ya'ni chuvstvalarga. Bu yerda уже salbiy yoki ijobiy chuvstva bu уже boshqacha. Chunki mana emotsiya bilan chuvstvalarni, ya'ni hissiyotlar bilan his-tuyg'ularni farqi ularni davomiyligida. Agar odam o'zini his-tuyg'ularini noto'g'ri qayerdadir o'ziga ruxsat bermasa, u уже mana o'tirib tanamizda, mana nima uchun biz boshida tanangizda qayerda o'tiribdi deb aytdik, chunki u o'tirib qoladi. Xuddiki biz uni urg'uchasini berib qo'yamizda, u urug'ini u keyin sekin mana bunaqa qilib o'sishni boshlaydi. Va shu bilan birga emotsiya bu har bitta insonning subyektiv nazari. Qaysidir obyektiv vaziyatga subyektiv nazari. Ya'ni hayotda ko'p narsa bo'lib o'tyapti. Biz tirik jonmiz va har bitta odamni o'zini emotsiyasi, subyektiv emotsiyasi u o'ziniki. Eng katta xato ko'p holatlarda proyeksiya qanday ishlaydi-da, biz shunaqa deb o'ylasak, boshqalar ham shunaqa deb o'ylayapti. Boshqalar ham qo'rqqandir yoki boshqalarga ham shunaqa ta'sir qilgandek, biz yo kimgadir g'amxo'rlik qilishni boshlaymiz, yo kimgadir jahl qilishni boshlaymiz-da. Mana shular haqida sizga bugun gapirib o'tamiz. Qisqacha qilganda, endi emotsiya bu mana shu. Negativ emotsiyalar yomonmi? Voy, albatta. Negativ emotsiya eng yomon tomoni shunki, xohlasak, xohlamasak negativ emotsiya bizlarning psixosomatikamizga olib keladi. Chunki har bitta emotsiyani vazifasi mana bitta yonib chiqib ketish. Agar biz uni yashab o'tmasak, uni tanamizga, uni tasavvur qiling, siz har bitta emotsiyangizga katta uy yasab beryapsiz-da. O'sha uy u sizni tanangiz. Ong filtr qilmaydi, yaxshisini yoki yomonini. Tana ham xuddi shunaqa. Qaysidir muddatgacha har bitta emotsiyangiz sizni mana har bitta katakchangizga kelib singib o'tirib oladi-da. Ularga ahamiyat bermaydigan bo'lsangiz, bir kunmas bir kun kollapsga olib keladi va tana qarshilik ko'rsatishni boshlaydi. Va qanaqa qarshilik ko'rsatishni boshlaydi? Uni boshida juda kichkina qo'ng'iroqchalar bilan ko'rsatadi-da. U qayerdadir bosh og'riydi, jahlimiz chiqqanda qizarib qolamiz. Boshida shunchaki qizaramiz. Hech qayer og'rimaydi, lekin qizaramiz. Keyin qaysidir yana bir vaziyat bo'lib o'tdiki, ko'zimiz qisilishni boshlaydi. Unga ham biz ahamiyat bermaymiz, chunki u o'tdi ketdi. Bu esa sizni tanangizni signalchalari, kichkina qo'ng'iroqchalari, noto'g'ri ketyapti, ahamiyat ber. Biz shunchaki ahamiyat bermaymiz va keyinchalik ular juda katta va jiddiy kasalliklarga aylanishini o'zi yomon. Shuning uchun ham negativ tuyg'ular juda yomon ta'siri bor. Mana shu mavzuni to'g'ri tushunib oladigan bo'lsangiz, mana shu mavzuga to'g'ri yondashsangiz, keyingi mavzularda keyin resurs ola olasiz. Negativ tuyg'uni yashab o'tish ahamiyati, qizlar, bu juda ham muhim. Ya'ni har qanaqa, masalan, sizda mana alam bo'ldi, qayerdadir juda sizni xafa qilishdi.
qo'rqmang. Ya'ni o'zingizni tuyg'ungizni bekitishga harakat qilmang, undan uyalishga harakat qilmang. Ya'ni sizga alam qildimi, bo'ldi, buni tan olish kerak. Menga alam qildi, yomon bo'ldim. Qayerdadir masalan negativ tuyg'u sifatida hasad yoki qaysidir holat keldimi yoki o'sha agressiya keldimi, yashab o'tishga harakat qilish kerak, ya'ni uni his qilishga. Qachon biz xato qilamiz, qachonki o'sha negativ tuyg'umizdan uyalsak, uyat bo'ladi bunday his qilishim noto'g'ri. Uyat bo'ladi men hozir yig'lasam, uyat bo'ladi men hozir baqirsam, uyat bo'ladi yoki men hozir qo'rqsam. Uyat degan narsani o'zimizga o'zimiz singdirib nima qilamiz? Tuyg'ularimizni ko'mamiz. Lekin u hech qayerga ketmaydi, u chiqishi kerak. Shuning uchun juda ham muhim emotsiyadan uyalmaslik, bo'layotgan vaziyatni tan olish. Ha, menda hozir shunaqa bo'lyapti. Hozir men o'zimni yomon his qilyapman. Hozir menda jahlim chiqyapti. Meni jahlim chiqyapti hozir deb oddiy aytish, lekin ekologik, ya'ni birovga zarar qilmagan holatda. Jahlingiz chiqyaptimi? Kiring, pianinani bang 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 qilib uring, masalan, pianino bo'lsa. Yo nimanidir uring yoki qog'ozni maydalab tashlang, gapiring ichingizga, mana chiqazing shu narsani, lekin yutmang. Ya'ni yutish, mana bizda ko'p payti yutgin, ichingga yut deyshada, otamiz, onamiz, qayerdadir o'sha bobolarimiz bu tabiiy bo'lgan va nimaga olib kelgan bilasizmi? Tuyg'ular qotib qolishiga, tana qotib qolishiga va qayerdadir o'sha radikulit, qayerdadir keyinchalik poliartritlar, ya'ni o'sha artrozlar, qiyshayib ketishi, suyaklarimizni yoki umuman og'riqlar va onkologiya. Chunki hamma yutilgan emotsiyalar bora bizani shunchaki ular, mana bilasizmi, turmush o'rtog'i xiyonat qildi, uni gapira olmadi, hal qilmadi, yechmadi, o'zini haqiqatini gapirmadi, o'rtaga kelishuvga kelmadi-da, qizlar nima qiladi? Chidaydi. Ya'ni ichingda yut, chida va u ichga alam sifatida nima bo'ladi? Urug' ekiladi. Va tabiiyki ekilgan urug' chiqishi kerakmi? Qanday qilib chiqsin? Agar siz uni gapirmasangiz, agar siz uni his qilishni bilmasangiz, ya'ni aytishni bilmasangizga, u tanangizda namoyon bo'lishni boshlaydi kasalliklar, miomalar yoki deylik o'sha boshqa qanaqadir bizga yaxshi bo'lmagan kasalliklar bilan. Shuning uchun qo'rqitish emas, lekin diqqat qilib eshitish kerak bugungi mavzuni. Mana hozirdan boshlab, bugundan boshlab o'zingizga emotsiyalar bloknotini tuting. Mana hozir Amira aytgan gapidan yana sizga qo'shimcha ma'lumotda foydali bo'lishi uchun. Bloknotlar emotsiyasi bu nima? Bugundan boshlab shunchaki qaysidir gapingiz, qaysidir holatingiz bo'lsa, ularni yozing. Mana daftar tutingda, ularga mana men bugun hozir jahlim chiqyapti. Hattoki o'zimni misolimda aytsam, bugun stomatologga bordim, 1,5 soat yotdim-da, charchadim. Shundoq turganimda, men charchadim dedim. Boshqa paytlari indamasdim, biz indaymaymiz-da. Hattoki mana shu hijolatli o'ylaymiz. Bo'yoki hozir charchadim deyish bu uyat. Doktor xafa bo'ladi, noto'g'ri tushunadi. Yo'q, men tushuntirdim. Tushunyapsiz, menga buni o'zimga buni aytish muhim dedim-da, vrachimga kulib qo'yapti. Yo, Parijat opa tushunamiz dedim, aytdim, "Ya ustala" dedim-da. Ya'ni bu meni o'sha paytdagi charchog'im, jahlim qayerdadir-da, sabr kosam to'lib ketganini men bildirdim. Bildirish juda ham muhim. Tanani o'zi sizga bildiradi. Bu narsani tanangizni eshiting, o'zingizni holatingizni eshitingda, o'sha bloknotga hamma tuyg'ularingizni yozing va kun oxirida o'sha qog'ozingizni yirtib parchalab musorga oting. Hattoki har faqat jahlingiz chiqadi, mana urushib qoldingizmi turmush o'rtog'ingiz bilan, qaynonangiz bilan, yozingda shu joyida o'sha emotsiyani yozing, yirtib tashlang va hech qachon qoldirmang. Qoldirmasdan srazu yirtib tashlang. Bora o'sha bloknotingizni faqat obloshkasi qoladimi? Mana shu obloshkasi qolgan kuni o'zingizga yaxshi sovg'a qiling. Marojni oling, shokolad oling, sharfik oling, kimni cho'ntagi nimaga yetishiga-da, har faqat oxirida o'zingizni qo'llab-quvvatlang. Men shuncha marta o'zimni emotsiyalarimni ushlab turmadim. Shuncha marta o'zimni ustimda ishladim. Shuncha marta o'zimni qo'llab-quvvatlab, o'zimga ruxsat berdim deb aytishni o'rganing. Bu birinchi praktika sizga. Bolalarim yonida yig'ila olmayman, baqirib yig'laydigan joy yo'q qishloqda deyaptilar. Yolg'on. Yolg'on, chunki shunchaki odam qilaman desa, dala qishloqda. Qishloqda aniq dala bor. Bu ham uyatda. Hozir siz nima deyapsiz? Qishloqda yig'laydigan joy yo'q, bor. Dalaga chiqasiz, yig'laysiz, lekin nima uchun yig'lamaysiz bilasizmi? Odamlar ko'rsa nima deydi deysiz. Odamlar nima deydi? Odamlarni hozir agar hozir odamlarni meni ko'rsa, meni yig'layotganimni ko'rsa, demak nimadir bo'pti uyida deydi.
odamlar bilan umuman ishingiz bo'lmasin. Ishingiz bo'lmasin odamlarga, chunki sizning holatingiz o'zingiz uchun muhimroq. Yig'lagingiz kelyaptimi, yig'lab bering. Menda shunaqa bo'ladi, misol uchun ba'zan juda qattiq yig'lagim keladi. Kino qo'yaman, yig'layman. Prям yig'layman. Menga kino yordam beradi yig'lab olishimga. Chunki biz shunaqa emotsional yaralgan xilqatmiz. Ayollar emotsional, erkaklar ratsional. Nima degani ratsional? Erkaklar miyasi bilan fikrlaydi, miyasi bilan. Shuning uchun ular doim ham bizni emotsiyalarimizni his qilmaydi. Ayolda esa emotsiya doimiy xuddi amerikanskiy gorkaga o'xshaydi qizlar. To biz bunaqamiz, to biz bitta bizani o'sha menstrual siklimizni o'zini olsa agar, hayz ko'rish davrimizni ko'rsa, mana 27 kunni ichida 27 xil emotsiyada yashaymiz. Bir kun o'ta xursandmiz, bir kun o'ta qayg'udamiz, bir kun juda xafamiz, bir kun yana xursandmiz. Mana shunaqa emotsional kacheli. Lekin emotsional kacheli bo'lmasligi yoki bo'lishining sababini ham topish kerak. Bu mana shu gormonlarni qayerdadir noto'g'ri ishlayotgani, prolaktin gormonimiz baland bo'lib ketsa, biz stressdamiz. Demak, bu ham belgi. Qayerdadir estrogenlarimiz, testosteronlarimiz, umuman olganda hamma ichimizdagi gormonlarni o'ynab yurishi bizni, ya'ni TTG bormi, o'sha boshqasimi, bizni doimiy o'sha disbalansga olib keladi. Agarki siz gormonlar nima, o'zingni umuman olganda tanamiz qanaqa, qaysi payt nima bo'lamiz, o'sha payt qanday o'zimizni tutishimiz kerakligini o'rganib olsangiz agar, siz g'olib bo'lasiz. Qizlar, bir narsa, mana hozir Amir aytgan gaplariga 100% qo'shilaman. Ya'ni yutganimiz tanada namoyon bo'ladi, kasal bo'lamiz deganda, ko'pchilik nimagadir buni erishdik tuyadi. Kim ham yoki masalan psixosomatika haqida gapirganda, go'yoki o'ylab topilgan narsalardek bunga qaraladi. Men sizga aynan tanadagi meditsina jihatidan isbotlab beraman, nima uchun ichki yutilgan emotsiyalar tanada aynan o'sha onkologiyaga olib kelishini. Va men bu yerda sizga energiya bilan negativ tuyg'u o'rtasidagi bog'liqlik haqida gapirmoqchiman, bitta misol bilan. Qizlar, hech qachon unutmang, negativ energiya, negativ tuyg'u bor ekan, u chiqishi kerak, u выход izlaydi. Biz bir kuni Parizod bilan Baliga retritga ketganmiz. Men buni bilmayman, qayerdadir aytganmanmi, yo'qmi, lekin o'zimizni davrada doim aytaman. Hattoki dadamga aytib berganman, qoyil qolganlar. Nima bo'lgan o'shanda? Demak, biz avtobusda ketyapmiz. Yaxshi avtobusni oldikda biz 3 ta joyga ketishimiz kerak edi. Bu ko'rshapalaklar ibodatxonasi, ya'ni ko'rshapalak yashaydigan ibodatxona. Undan keyin Tirtaganga, yana qaysidir joy edi. Xullas ketyapmiz voditelь bilan va men mashinaning ichidagi muhit dahshatli. Ya'ni bizning retritimizda 3 ta mana shunaqa sayohatlar, ya'ni yurish sayohati, ekskursiyalar yoqtirmaydigan 3 ta ayol tushib qolgan. Va tabiiyki ular orqada o'tirishganda bittasi qo'shiq aytaman desa, "O'chiring ovozingizni, muncha ovozingiz xunuk" deydilar. Eshik oynani ochsagar, "Yoping oynani, menga shamol kelyapti" deydilar. Oynani yopsagar, "Isib ketdik, konditsionerni yoqing" deydilar. Mana shu negativ gaplar tugamayapti. Muzika qo'ysak, "O'chiringlar, muncha xunuk bu muzika" deyaptilar. Ko'rshapalaklarga borsak, bormaymiz. Qayerga ketyapmiz biz hozir deb oxiri baqirdilar orqadan. Endi 2 soat yurdilar, yoshlari katta. Men aytdimki, zo'rg'a turibman. Ko'rshapalaklar, meni ham jahlim chiqyapti, tushunyapsizmi? Amira chidayapti. Men chidayapman. Chidashni oqibatini sizga hozir tushuntiraman-da. Va men aytayapmanki, 10-marta takrorlayapman. Ko'rshapalaklar ibodatxonasiga deyapman-da. Turibman. Bo'lmasa men hech kimni majburlamadim. Bu mening turim. Men o'zim bormoqchi edim shu ekskursiyaga. Bular menga "Meni ham olib keting" degani. Turibman-da, keyin Parizod yonimda o'tiribdi. Bu ham jahli chiqyapti. Men keyin qaradim, bunga aytdimki, "Gapir" dedim. "Nimaga gapirmaysan? Ol mikrofonni gapir, ayt. Bilardinglar qayerga ketyapsizlar, chidanglar. Endi nima bo'ladi? Mana shunaqa bir sal kayfiyat qilaylik. Oynani och desa qo'ymayapsizlar, muzika qo'ymayapsizlar. Bu nima degan gap deb gapir" deyapman-da. Desam, "Bu nima deyman men hozir" deb bu ham ikkalamiz endi yoshi katta, biz ikkalamiz urushib, hayot urushmaydigan odamlar. Emotsiya, mana negativ, bitta odamning negativi bizga ta'sir qilyapti-da va biz qayerdadir negativni chiqazishni unutdik. Ya'ni chidadik, andisha qildikda chidadik. Mana oxir oqibat nima bo'ldi? Bir mahal ketyapmiz. Bormaymiz. Ko'rshapalaklar ibodatxonasiga kerak emas deb baqirishdi orqadan. Uni ham yutdik, xo'p dedik. Xo'p, bormaymiz dedik. Voditelga aytdimki, "Let's go" dedim. Another boshqa anonga boramiz dedim. Place-ga kerak emas ekan dedim. Ketyapmiz bir mahal. Obstanovka dahshat, ichkarida qorong'u, xuddi bilasizmi, anu tugucha bo'ladi-yu, mana yomg'ir yog'ishadi, qora bo'ladi-yu, osmon ko'rgansiz-da, tasavvur qiling, qop-qora osmon.
yorilay deyapti, lekin yorilmayapti. Yomg'ir bo'lay deyapti, yomg'ir ham yo'qda. Mana shunaqa holat ushlab turibdi-da. Bir mahol bong'illab ketsa bormi? Men o'yladim, biz qaysidir mashina tagiga kirib ketdik deb. Qaysidir muddat muno telefonda o'tirganda gong'illab ketdi. Shunaqa sakrab ketdi mashina, balon yorildi qizlar. Avtobusni baloni. Endi u balon yorildimi, men aytdim, bu nima deydi? Ko'rdingmi? Chiqdi deyapti-da. Chunki negativ, har qanaqa negativ выход qidiradi qizlar. Mana chiqish yo'lini qidiradi. Va bu shunaqa paytda doim aytaman, mana mashinada ketyapsizmi, bir nimami janjallashmanglar. Ya'ni janjallashayotganda srazu tan olinglar, janjallashyapsizlar, jahlinglar chiqyapti, joyida hal qilish kerak. Lekin emotsiyani ichkarida yutib, obstanovkani nakalat qilsangiz agar, u xuddiki tasavvur qiling, anu bor-ku, shunaqa spesialniy o'tadi, kastrullar bor-ku, ustini yopasan, qattiqgina qilib, tagini ichini suv bilan to'ldirasiz-da, nima deydi o'shani? Skaravarka, вот. Kastrula krishkasini yopdingiz, ustiga hamma narsani qo'ydingiz, olovni baland qildingiz, nima bo'ladi? Baqar qilib qimirlashni boshlaydimi? Bir nima bo'ladimi? Oxir oqibat mana shunday vaziyat paytmi chiqishi kerak negativ emotsiya. O'shanda bizda balon yorilgan, nima bo'lgan eng qiziq joyi? Balon yorilgan, tushdik, issiq, qarasam yo'li bu tomonida okean. Yugurganman, ey Xudo meni qutqarding, deb yugurganman. Qop-qora, вот прям qop-qora, nima deydi, pisok, qum. Oyoq yonyapti, u qumni ustida yurib bo'lmay, tapchikani ortidan, tagidan ham qarasam, hamma joyda ko'rshapalaklar. Rasmi. Katta haykallari. Dedim, bu qayer? Telefonimni shunda Google Map'ni ochib qarasam, shunda balon yorilgan, o'sha mashina yorilgan, prям ibodatxonaning tagida-da. Tasavvur qilasizmi? Menda prям tagida. Men hech kimga hech narsa demadim, chunki menga o'zimga qiziq edi o'sha ko'rshapalaklarni ko'rish. Hattoki o'sha Balina retritini bizani kuzatgan qizlarimiz ham "Vau, ashi zo'r ekan" deyishgan. Bor hali ham aktualnida. Mana shuna qilib keyin kirib ko'rganmiz. Shuning uchun energiya qizlar, unutmang, negativ tuyg'u, negativ emotsiyalar energiyaga bog'liq. Juda ham bog'liq. Agar siz negativ holatda yashasangiz, energiyangiz ham hamin qadar bo'ladi. Eng muhimi, biz o'sha yerda to'g'ri xulosa chiqarganimizda, bilasizmi, o'sha ibodatxonani orqasida o'sha ko'rshapalaklarni g'ori bo'ladigan bo'lsa, ibodatxonani o'zida o'sha mullasimi nima, endi manaxi o'zini anaqasi, bilasizmi nima degan? Bu yerga negativga to'la, ichida salbiy anaqalar bilan to'lgan inson hech qachon kelmaydi dedi. Va kirolmaydi ham. Bilishingiz uchun bizlarning avtobusimiz yarmi desakmi, o'sha qizlar o'sha yerda qolib ketishdi. Bo'lmasa men chaqirdim. Bu hech kimni chaqirmadi. Ketdi u yugurib, kerak emas sallamaga deb aytdim. Amir to'xta deyapti, men ham ketyapman, juda qiziqib qarasak o'sha joyga kelib qolganmiz. Keyin anchagina bo'lganmizda, o'shanda o'sha odam aytgan, bu yerda aslida faqat emotsiyalarni, yomon emotsiyalardan xolis bo'lgan insonlar keladi. Yomonlarini bu joyni o'zi bu joy fikri toza bo'lgan. Bu joyga o'zi fikri anaqa bo'lgan salbiy inson kelmaydi ham. Shunchaki kelmaydi. Qoyil qolganmiz lekin o'sha. Shuning uchun diqqatli bo'linglar qizlar. Uyingizda janjal bo'layaptimi? Mana janjal unutmang. Agar janjaldan keyin uni yechimini hal qilmasanglar, o'tirib gaplashib olmasanglar va nuqtani qo'ymasanglar, sizni ichingiz yonib turibdi, eringizni ichi yonib turibdi va u albatta выход topadi va eng yomon payt mana shunaqa paytlarda bolalarga, mana chunki bolalarni energetikasi nihoyatda toza bo'ladi. Bolalar kasal bo'lib qoladi birdaniga, yo mashinaga nimadir bo'lib qoladi. Ya'ni mol-mulkingizga kerak emas. Ana shunaqa bo'lmasligi uchun jahlingiz chiqdimi, bo'ldim. Gapirib oling, hal qiling, yechimini toping va toza qilib qo'ying.